Bu Unique Got Talent loyihasi va bugun biz talabalar shaharchasidamiz. Aynan mana shu joyda sizlar bilan birgalikda yosh iqtidor egalarini aniqlaymiz. Sredniy statistika o'zbekda aqlliroqman. Shu ish bilaman. Bir baldan ko'piga loyiqsiz. Seni ko'rmasam degandim. Wow. Поэтому в моих куплетах такой вот посыл. Sizga 10 ball. Va, kechga qolibsiz-da, Nega? endi zo'r shoq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizda qanaqa talant bor? Biz san'at institutini talabalarimiz Aha. shu yerdan o'tib ketayotgandik, ko'rib qolib, kichkina ijro qilib berishga qaror qildik kursdoshlar. Wow. Xo'p, ko'ramiz. Quando me vo soletta per la via, la gente sosta e mira, e la bellezza mia, tutta ricerca in me da capo a piedi. Men kutgandim, oddiyroq etasiz deb o'ylagandim va sizda bu opera. Wow, ovozingiz tempi juda ham zo'r. Xo'p, sizga 10 ball qo'ya olaman va qarang, sizni oldindan keyingi bosqichga ham o'tishganingiz bilan tabriklayman. Sizga ha deyman va oxirida esa bizda bu saralash bosqichi va bizda pul yutuq bor va aynan mana shuni ham sizga topshiraman. Unique Got Talent loyihalariga omad tilaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz? Sabina. Sabina, qaysi universitet? Здесь Milliy? Milliy universitet. Да. Xo'p, sizda qanaqa talant bor? Ну, можно на русском? Bemalol. Я бы хотела немного спеть песенку. Песню. Одну, которая мне очень нравится, песня. Жанр какой? Жанр, ну, вокал Вокал. и рэп немного. Вау, давайте, супер. Давайте. Все знают, что ты это заслужил, поэтому в моих куплетах такой вот посыл. Я звонила от тебя, ты никогда не звонил. Может, заедешь за мной или опять нету сил? Помолчим. А что ты вроде любишь это делать? Молчишь всего пару недель, но какая-то мелочь. Мне бы узнать, ты хотя бы жив или ты нездоров. По-честному признайся то, что ты не был готов. Я где-то там в центре, но без тебя. Кого скрывает твоя простыня? Ты будто лед, будто моя броня. Но я любя ты, но не меня. Я где-то там без тебя. Еще огонь, еще покой, ты ищешь огня. Не был в сети одну ночь и полдня. Еще одна ночь без тебя. Спасибо, я просто волнуюсь с утра. Ehtiyot. Qanaqa fakultet o'zi? Факультет филологии русской литературы. Ovozingiz borligini biz his qildik, ko'rayotgan tomoshabinlar ham his qildi. Faqat siz ana shu narsada ozgina qo'rquv tufayli bizga chiqarib bera olmadingiz. Lekin ishonaman. Ana shu sizdagi ovozni chiqarib bera olasiz va men bu chiqish uchun sizga 8 qo'ya olaman. Men bundan-da baland qo'ymoqchi edim. Bundan-da qo'ymoqchi edim. Lekin bilasizmi, hozir siz bitta zo'r ish qildingiz, ya'ni siz o'zingizni qo'rquvingizni yenga oldingiz hozir. Sal ozgina bo'lsa ham, chunki siz uchun bu yangi narsa bo'lgan. Ishtirok uchun rahmat deyman. Спасибо вам большое тоже. До свидания. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa talant bor? Qassobchilik talant, hunar. Hozir meni qanaqadir ish bilan hayron qoldira olasizmi? Mayli. Keling, sizni talantingizni ochamiz hozir. Yashirin bo'lgan va shu changlar bosib o'tgan o'sha talantingizni shundoq chiqaramiz. She'r ayta olasizmi? Qo'shiq ayta olasizmi? Qo'shiq aytish bilmayman. Nima bilasiz? Mol so'yish bilaman. Mol so'yish. Men bilmayman, misol uchun qiyin ish. Tovuq so'ya olmayman o'zimdan. Agar mol so'yib berganingizda hayron qolardim. Hazillashaman. Ishtirok uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, sizda qanaqa talant bor? 15 yildan beri sport bilan shug'ullanaman, taekvondo sport turi bilan. 15 yil? Da. Wow. O'ylaymanki, chempion bo'lgansiz shu paytgacha. Da. 13 karra O'zbekiston chempioni и 1 karra Osiyo chempioni. Bu Unique Got Talent, bu yerda o'zingizni talantingizni qisqa bo'lsa ham ko'rsatishingiz mumkin. Biz mana shu uchun kelganmiz. Agar imkoni bo'lsa, hozir ko'rsatishingiz mumkin. Taekwondo elementi. Wow. Salto elementlari qo'shilgan bilan.
Zo'r. Wow. Wow. Wow, wow. Xo'p. Ajoyib. Va sizga 10 dan 10 qo'yaman va juda ham zo'r va sizga va mana bu pul yutug'i ham aynan mana shu sizga. Ismim Iroda. Iroda. Xo'p, ishtirok uchun rahmat. Xo'p, charchamang. Хорошо. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni ismim Kamronbek. O'zim san'at texnikumida o'qiyman. Respublika musiqa san'at texnikumida o'qiyman. Birinchi kurs. Sizlarga endi hozir aytib bergan ashlam o'lmas olib bergan kutaman ashlarsa, endi qo'ldan kelgancha. Wow! Zo'r qo'shiq. Endi to'g'risini aytsam xatolik bo'ladi. Sal tondan chiqib ketish odatim bor. Bemalol. Xatoni kim qilmaydi? Har bahor yo'lida intizor kutaman ahdiga vafodor yurakda asragan gapim bor kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman rayhonni tebrasang shamollar gullarga beraman savollar kechiring ey sohib jamollar kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Tasanno, juda ham ajoyib. Xo'p, mana bu olqishlar ham sizga. Mana siz sal etaman emas, yaxshi etaman desangiz boshida zo'r bo'lgan bo'lardi. Va sizga qo'yadigan balim 9 ball. Bu juda ham zo'r. Aynan sizni xohladim. Baland notaga chiqqaningiz, aynan shu avjini ko'rishni xohladim, eshitishni xohladim va siz chiqa oldingiz. Va sizda talant bor. Ko'ryapsizlar, mana shunday talantli insonlar bor, talantli ovozi shirali, ovozi yoqimli insonlar bor. Va o'ylaymanki, aynan siz ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga mana shunaqa talantli yoshlar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz kimni olishni, aynan qayerdan olishni bilasiz. Va o'zi Kamronbek mana shunday talanti bor va siz agarda mana shu iqtidor egasini qidirib yurgan bo'lsangiz, u aynan mana shu yerda hozir biz bilan ishtirok etdi. O'zingiz tanishtiring, ismingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, men ismim Gulsanam. Bizni nima bilan hayron qoldirmoqchisiz? Biyonam guruhining qo'zig'ini aytib bermoqchiman. Aha, eshitamiz. Seni ko'rmasam degandim, sevib qolmasam degandim, ko'nib senga o'zga yo'l qolmadi. Mana shu loyihamizda ushbu joyda qandaydir bo'lar bo'lmas reklama bo'lishi mumkin edi, biroq Bag'rikeng Ingilfay jamoasi mana shu loyihamizda reklamasi o'tishini ta'minladi. Mana shunday yosh, talantli, iqtidor egalarini ommaga ko'rsatishda yordam berib, qo'llab-quvvatlagani uchun Ingilfay jamoasiga rahmat aytmoqchiman. Kechaman dedim, sendan kechib ham bo'lmas. Wow, juda ham zo'r. Xo'p, birinchi navbatda tabriklamoqchiman. Aynan nimaga? Siz o'zingizni qo'rquvingizni yengib, mana shu odamlarning atrofida siz qo'shiq ayta olganingizdan, ichizdagi bitta narsani qo'yib yormadingiz va ana shu ovozingizni yarki chiqishiga, jaranglab chiqishiga ozgina xalaqit berdi. Lekin shunday bo'lsa ham sizga ushbu chiqish uchun 6 ball qo'yaman. Rahmat. Bu yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa talant bor sizda? Men o'zim qo'shiq aytaman, musiqa chalaman, muzikant qo'shiqchi. Hozir sizga qo'shiq aytib berishim mumkin. Muzikal instrument yonimda emas. Instrumentsiz ham albatta zo'r chiqadi. Anne derdim dağlardan çok, sorma halim hiç gücüm yok. Elinde derman kaldıysa, başımı okşa biraz anne. Anne beni arayan
biroz nota balandlik qildi. Ha, lekin aynan men mana shu nuqtani kutdim. Aynan siz o'sha eng avjiga chiqadigan va o'zingizni ovozingizni potensialini ko'rsatadigan paytni kutdim. Siz ko'rsatdingiz bu narsani. Sizni men keyingi bosqichga o'tganingiz bilan tabriklayman va sizga hali bizda bu ball qo'yilmadi. Sizga 9 ball qo'yaman. Rahmat. Va juda ham zo'r, yaxshi yo'qdi. Xo'p, o'zingizni tanishtirib yuboring birinchi. Men o'zim Atayev Seyit Nur Milliy universiteti geografiya fakulteti 2-bosqich talabasiman, 2-kurs. O'zim Turkmaniston fuqarosi, Turkmanistonlik talaba. Turkmanistonlik. Bizda Turkmaniston davlatidan ham ishtirokchilar bor va ajoyib qo'shni davlat vakil befarosat. Qo'shni davlat vakil. Men gapirim. Qo'shni davlat vakillaridan ham mehmonlar bor va mana shunday zo'r o'tdi. Sizga pul mukofotimiz bor bizda. Ana mana shuni ham sizga bermoqchiman ushbu talant uchun. Tabriklayman. Ishtirok uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ismingiz? Kamronbek. Kamronbek. Qanaqa talantingiz bor sizda? Ha, talantmi? Ha. Srednestatistiskiy o'zbekdan aqlliroqman. O, zo'r. Yozgan she'rlarimni o'qib berishim mumkin. Davaysiz. Maktub. Boqing mashrab mayus ko'ziga. She'r bitmoqlik qumsabdi ko'ngil. Qofiyalar tushib so'ziga. Oldi qalam ul shoir bedil. Gap boshlayman qalbim so'zidan. Bu dunyoning ishlari vabo, o'pib qo'yib qalam yuzidan yana uni qilarman ado. Tingla mening so'zlarim go'zal. Ko'z yosh to'kib kechmagin tunlar, takrorlayman bir so'zim azal. Bizni kutar biz kutgan kunlar. Qirmiz yuzim bo'lmagin xomush, o'tar ketar sinovli kunlar. Qanot qoqqin misoli oqqush, bo'lib men uchun ilhom parilar. Bu she'r emas izhor maktubi. Qalb tubidan chiqqan bir iqror. Bordir mashrab suygan mahbubi, sog'inch o'ti aylab tuhmor. Garchi olis bo'lsang-da dildor, omonatsan etarman sabr. Malham menga sen ila diydor, gar bitilgan bo'lsa bu taqdir. Barcha bilar mashrabning holin. Dor tortilgan bo'yniga ayyor, gar gunohkor bo'lsa bir oshiq, men ham dorga bo'layin tayyor. Wow, juda ham zo'r. O'zi she'r yozib bo'yicha qanchadan berasiz? Men 3 yillar oldin boshlaganman, o'shanda to'xtagan. Ozgina yozib to'xtatmasligingiz kerak edi. Zo'r she'r, gap yo'q, qofiyalar zo'r tushgan va eng muhimi odamga e'tibor bu narsa. Ya'ni siz so'zlaringiz, xo'p, kim uchun aytilgan bu? Kim uchun atalgan? O'sha paytlar balki ko'ngilda, qalbda bahor bo'lgandirda, kimgadir ilhomlanib aytilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, qarang. Bizda 10 balli sistema bor. Aha. Va ushbu aytgan she'ringiz uchun men 8 ball qo'yaman. Bu nafaqat siz she'rni yaxshi o'qib bera olganingizda, balki uni ma'nosida va umuman qofiya hamma taraflama yaxshi va tabriklayman. Ishtirok uchun rahmat. Rahmat. Sizlarga ham omad, dasturinglarga, loyihalarga qiziqarli bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima bilan hayron qoldirmoqchisiz? Men o'zim yozgan she'rdan o'zim to'qigan qo'shiq. O'zim yozgan she'r, o'zim qo'shig'im. Seni sevaman deb nomlangan qo'shiq. Ketsa ketsin o'sha tunlarni, eslamayin seni sevaman. Qalbimda hech g'araz yo'q ammo, bildirmayin seni sevaman. O'zingdirsan quyoshim oyim, meni hur go'zalim chiroyga boyim. Topolmayin, qidirmayin mehrga boyin. Mehr ila jonim seni sevaman. Qalbda iffat bilan, go'zal niyat bilan, sirli qalbim bilan, go'zal ishq bilan, xayolimda o'zing har on sen bilan. Jimlik hamrohimdir, har on sevaman. Bilmam bu sevgidir yo oddiy tuyg'u. Sen borsan hayotda, dilda yo'q qayg'u. Oromim olguvchi, oromim sensan. Hech kimga aytmayin, seni sevaman. Hech kimga aytmayin jonim, seni sevaman. Wow, zo'r. Ozodbek Nazarbekov qarindosh emasmisiz? Yo'q, qarindosh emas, o'zim san'atda o'qiyman. Ha, ovoz notalaringiz bilmadim. O'sha odamga tortib ketdi, baribir. Chiroyli ovoz egasi ekansiz va sizga 10 balli sistemada 1 ball bera olasiz. Yo'q, siz 1 balldan ko'piga loyiqsiz.
7 ball qo'yaman. Ovoz yaxshi, tem более o'zingizni she'ringiz bo'lganligi. O'zimni she'rim, o'zimni qo'shig'im desam endi. Ismingizni ayting. Asilbek Abdullayev. Va balki mana shu jarayonda men past baho qo'ygan bo'lsam, Asilbekga siz izohlarda yozib qoldiring. Yo'q, u o'nga haqli edi deb. No, bilmadim. Va yaxshi ovoz egasi, agarda mana shu kabi talantli yoshlar siz izlab yurgan bo'lsangiz, Asilbek qaysi universitet? Yo'q, men texnikumda. Texnik universiteti. Rahmat ishlar uchun. Xo'p, rahmat. Katta sizlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, Hasan Husan sizlar ko'rinib turibdi. Nima bilan hayron qoldirmoqchisizlar? Qo'shiq. Qo'shiq aytib bermoqchi. Xo'p, qanaqa janrdagi qo'shiq yoki Estradniy janr. estradniy janrda? Tinglaymiz. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Wow. To'g'risi, o'ylamagandim ushbu sonimizda bu ko'plab talantlarni ko'ramiz deb va boshlanishi juda ham qiyin bo'ldi talantli yoshlarni topish va aynan oxiriga kelib bizda qizidi va ketma-ket talantlar chiqmoqda va sizlarga ham 10 dan 10 qo'ya olaman va bu arzisizlar bunga va albatta nega endi yo'q. Do'stlar, Unigot Talent loyihamizni bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi va keyingi soni esa qaysi universitetda bo'lishini esa siz hal qilasiz. Buning uchun izohlarda aynan o'zingiz universitetingiz nomini yozib qoldiring va biz ana shu universitetga tashrif buyuramiz. E'tibor uchun rahmat. Keyingi sonda ko'rishguncha xayr. Yes!